Köpçülük yaxşımısızlar? Ko'rayotganinglar vaqt to'nili. Hammanglarga mayakda o'tliq salom. Şirket bo'lsa bir xil tashkilot. Bir xil qoida tuzum, bir xil madaniyat. Mavjudlik va yashashning bir xil usuli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choy bo'lsa, aka. Bir chimdim. Chaydimmi? Rahmat. Chayim bo'lsa, yana bir chimdim. Endi chay deb kirmoqchi va chay degan tilingizni qaychi bilan kesib etmay yana. Voy. Yaxshi. Qaychi bormi? Menda qaychi nima ish qildi? Yo'q. Emas bir chimdim choy bor. Şinjanning alohida tanşalgan esil chayi bir chimdim choy. Yeşil mahsulot javhar ichimlik, sap arpishbaliq ichimligi jarma haqiqatan yeşil mahsulotligini biz Murat apandining og'zidan anildik. Mahsulot haqiqatan yaxshi mahsulot. Undaq bo'lsa buning tashviqotini zodi qanday qilish kerak? Buni ko'pchilik qanday to'ntish kerak? Bu to'g'riliq biz yanala Mayak Madaniyat taqtish shirkatining lideri Hasan Toji apandi bilan vaqt to'nida suhbatlashamiz. Hasan Toji apandi, bu mahsulot nihoyat yaxshi mahsulot, yeşil mahsulot. Buni o'zining ishlab chiqargan rayonnidagi yerli xalqlar tushunadi. Ammo buning bilan uchrashmagan, rayoni bu yerda bo'lmagan, boshqa bir qism rayondagilarga bu xil yangi maqsadni yetkazish usulida cho'qim biz tashviqot vositasi tanishimiz kerak. Tashviqot vositasining usulida biz televiziya e'loni bo'lsin, radio e'loni bo'lsin, mushu taraflarga tayinish hozirgi shirkatdagi o'rtaq bir olay dedik. Xo'sh. Hasan Toji apandi, sizlar ko'ringi jarma shirkati ishlab chiqargan yeşil mahsulot jarmaninki kelgusi foizning 10%ni tashviqot mablag' oldida qabul qilibsizlar. Sizlar bilan tashviqot o'tkilini qanday qilib bormoqchi? Ya'ni yeşil mahsulot jarmani qanday qilib rayon atlagan o'lkalarga to'nitishda bu o'tgandan zodi qanday o'tmoqchi? Bayağı degandek ba'zi narsalarning yaxshiligini o'z mahallasidagi yoki o'z atrofida bilgan bilan yanalam keng jamoatga hamda chunki bu qirg'iz millatining narsalari bo'lgandan keyin buni hamda masalan shu otish savdogarlari bayqandek bilgan bilan hamda buni yanalam chunki bozorda o'xshash turdagi mahsulotlar, buning o'xshash turdagi mahsulotlari yo'qki, qarsam raqobatni sinimisim turan. Ammo ichimliklar sistemasiga kirdida, ichimliklarning soni ko'p bo'lib ketdi. Har xil quvvat ichimliklarda. Ko'pincha shirkatlarning tayinligini odat shu nuqulaldagi bir televiziya e'lon shakli yoki radio e'lon shakli. Gazeta e'lon shaklida ma'noyat oz qo'llanadi. Gipoz bo'lib qo'ygan bo'ldim. Sizning demoqchi o'g'lingiz ma shirkatning kuchi degan filmda ko'rsatilgandek şirketlerinin xalqaralashi, boshqalarning iste'molchilarga ta'minlab berolmaydigan narsalarni ta'minlab berish kerak degan fuqum bilan kuchaytirib qo'ysak bo'ladiki. Bu mutazil kerak bu yerga. Bunda bo'lgandan bu shirkatningki meli yaxshi, korxona xo'jayinining o'zining orzusi yaxshi, hamjihatlar yaxshi bo'lib kelib, hamkorlashishlar yaxshi. Hamda ko'ztegimizdan hamkorlashlarga oxirida yana davomliq biz bu xabarlarni izqo'lab beramiz. Nuqlandan hech xil usul tanlab olgandan keyin biz bularga dedi qanday birinchi bu mahsulotningki hozircha ishlab chiqish halqasi to'liq zamonaviy halqasiga o'tgan bilan to'liq yurish halqasi emas. Nima deganda endi bir mahsulotni zavod oldida shakllantirib potulka oldiga ekanmak nihoyat mushkul bir ish. Bu kelganlardan bu turkumlab ishlab chiqargan bilan oxiri bir sifat o'tkilgan. Chunki bu yeşil mahsulot degan nom bo'lgan bilan yeşil mahsulotning o'zi kuchli bir mas'uliyati bo'lishi kerak. Yeşil deganga bular amal qilish kerak. Shuningdan bularga bergan oldilar sizlar zavod qurilmasi aytdilar. İkinci qadamda biz endi bu e'lon shaklini televiziya e'lon shaklida nuqulali kirgizsanglar, uning balkim taqilishi foydali bo'lib ketib qolishi mumkin. Ammo maliyat yetkazmaslik ahvolini shakllantirib qoldi. Shuning oldini olish uchun oldilar sizlar biz qadam deymiz endi. Oldilar sizlar bu mahsulotni tushuntiraylik. Buni oldidan tushuntirish kerak. Bu nuqulali maqtablar e'lon berdi qilgan bilan qadamlar bu arpini tuzib uqmaydi. Buni endi cho'nglar emas.
burunqi yaşagan vaqtlarimizdagi odamlar bilgan bilan hamda hozirgi zamondagi yoshlar, hozirgi zamondagi shu turmushdagi odamlarning arpa bo'lgan uqumning tuvanligidan buni yana qabul qilmay qolib qolsa, ba'zi yana turkumlab ishlab qo'ygan bilan o'chata. Shuning oldilar maslahatni tunishtirdi. Buning uchun biz endi sizlarga bir madaniyat filmi loyilab berdik. Yani mush madaniyat film orqali sizlar o'zinglarningki ishlab chiqarish qurilmasini rad kirgizib olsizlar. Chunki madaniyat filmi endi bir korxonaning bunday aytgan ommaga bergan va'dasi hisoblanadi bu. Endi o'zining qurilma shakli ashunday asosan chiqadi bir film shaklida ishlash bilan birga buning tuzumlanishi, tashviqot oldi xiridalarning bu masala bo'lgan tushunchisini nihoyat tez suratda xuddoshlar o'zi qilgandek akagini bo'ldi. Bu usul bu filmni tarqatgandan keyin ikkinchi qadamda biz sizlarga shunday programma oldi layla shu programma vaqt o'rnida ammaga xabar qilib tursizlar. Buningdan bir ikki usulini ko'rdi. Bir xalq bilan tashviqot ehtiyojini tushundiradi. Mushtaqil ishni qilayotgan bir yoshning mavjudligini ko'rdi mush programma orqali. Yana birisiga bular o'zininki tajribasini besh o'tgan ishlarni boshqalarga so'zlab bera oladi. Bu vaqtda ko'rarmanlar bularningki ajr yo'lini ko'rishlar, bularning o'tkazgan xatolik yo'llariga qarab o'zini tuzdirlash, keyingi hamkorliklarda masalan shu vaqtimda bularning hamkorligi mandash etganda bir obil xarakterli hamkorlik desak bo'ldi. Bu texi millat atlagan, rayon atlagan, bir xil xalqaro savdo shaklini olgan deyishgan bo'ldi. Bu nihoyat bir hayajonlanishga tegishlik ahvollarda shuni o'zini manozir biz programma orqali hammaga bildirib turyapmiz. Endi qolgan yana davomli biz yana ish ilgirlashar qisqa bularningki televiziyalar shakli yoki bo'lmasa hozirgi yana taraqqiy shakllari har xil undira soluvchi bolalarimiz bor. Shularmi endi shundaq hozir undidarningki tashviqot ehtiyoji bilan o'zining turmushini qamdab bir oilaningki yoki bo'lmasa o'zining orzusiga bir palampay qilib ishlatayotgan e'lon pullari bor. Biz mana bu 10% pullarni ashlarga yetkazib bera olsak, shu salonchilar ashlarning tashviqotini arqil qilish usuli bilan boshqa salonchilar yana hamkorlik o'rnatib bir kelsa hisobda bir mahsulotning sababi bilan bizningki endi bir chambarak har sohadagilarningki bir yerga jam bo'lib, har xil o'zimizning qobiliyati bilan bu mahsulot uchun kuch chiqargan alat keldi. Buni endi biz konularimizningki burun qo'llangan bu e'lon davrlari bo'lmagan vaqtda konular qilganmiz. Qanday desa endi burun baylanib qolganlar o'zini bildirish uchun bir ommaga berish usulidan bir xil madrasalash, bir xil ommaviy so'rlarni hazırlab berish yoki bo'lmasa ko'riksib berish mahallariga. Hem şu nam şu bayning ismlar atılıyor. Şu bayning bu vaqtda shirkatning yo'q, falan bayning döngü, falan bayning madrasa, falan bay, falanchi bayning ko'riki degandek bir xil nomlar bilan endi xalqlarga o'zini shunday bildirgan buni. Shunday qiz qoldirib manga degan to'q. Endi bizning hozirgi vaqtimizda bunday qiz qoldirishlar tashlanib qolib, aksicha shu tashviqot mablag'i qalaymiqan chechilish holati bor. Bu mahsulot ishlagan bir odam boy bo'lish uchun cho'qim bir xalqning kuchi bilan boy bo'ldi. Bir hukumatmi xalqning kuchi bilan qudrat topadi. Bir korxonami ya'ni shu xalqning kuchi bilan o'zini taraqqiy qildiradigan gap. Men bunday bo'lgandan keyin xalq bu narsalar bilan uni iste'mol qilish shakli bilan yoki qabul qilish shakli bilan yoki bo'lmasa shunday bir tunishtirish shakli bilan bu korxonani shunday yo'lab o'rnini turg'izadigan gap. Bu korxona bu shunday turib olgandan bilan bo'lmaydi, uni ma'lum bir mablag'ini bizning musulmondachiligimizda bor, shu zakat ayirish degandek. Shuni ham bir tashviqot mablag' orqali ayirib, shuni to'g'ri shunday bir o'lchamlik yo'llarga haydalsa, bu mahsulotni bilish bilan birga korxonani texnik muntazam nazorat altida o'tkazib, chunki nazorat deganda ko'pinchalar qusur izlash deb o'ylaydi ekan. Bu unday ish emas. Nazorat qilish degandan o'zi endi hisobda sen deganingda chim to'dingmi? Masalan, biz yeshil mahsulot dedik, endi xalq bu nazorat qildi desa, u yeshil mahsulot qilayotganini barqa deb tursa, xalq bilsa bo'ldi. Shunday bo'tamdi. Onundan sirt endi masalan kelgusida yana taraqqiy qilib, Coca-Cola shirkatlarida, Pepsi-Cola shirkatlarida cho'ng korxonalar o'zgarishi mumkin. Shu o'zgarish orqali xalq bularni qo'g'dab turgan ekan. Zamon yaxshi qilib turgan, biz yordam qildi, deb ixtisoslik yoshlarni qotqashni olsa, balkim shu shirkatning ishkinchiga bizning xuddi biz bularni tashviqotlarni biz qilib beradigan o'xshash, yana boshqalarni bularning har taraqqiyot orqalarida shunday bir yordamlar bo'lishi mumkin. Demak, tashviqotning kuchi mana shunday ko'p taraflimilik. Endi ko'pincha nuqtalarda bir e'longa qarab olamiz, amaliyotda buning tashviqot kuchi har xil bo'ldi endi. Hozir gapingizning orasida shunday bir narsani deb o'tdingiz. Musha programmani ko'rgandan keyin, ya'ni vaqtolni programmasini ko'rgandan keyin ko'plagan ixtisos egalari, talantli yoshlar Murat apandaniki ko'rimga jarma shirkatiniki ishiga chekishi mumkin.
Demakchi burunqi ya'ni bu Amerika, Yevropa, Yaponiya şirketlerinde mi bo'lgan? Biz vaqt o'yini orqali ko'pchilik shunday bir narsani demoqchi. Burunqi shaxsiy ig'dorchiligidan, ya'ni shirkat xo'jayinining ig'dorchiligidan, jamiyat ig'dorchiligidan shirkatni ixtisosliklar qo'shiniga necha ming paychik bozorga selinsa, necha million, necha 100 ming odamninki boshqaruvchi o'tkazib o'tgan vaqtda bu shirkat yanada davomli hayotiy kuchini saqlab qoladi deb to'liqlaymiz. Xo'sh, Murat efendi, arpish baliq ichimligi jarmanninki ishlab chiqarish jarayoni o'zimizdami bor? Ya'ni 2000 yillik tarixga ega Manas dostonida bu qayd qilingan. Siz bu texnikni Qirg'iz elidan, Qirg'izistondan akilishingizdagi asosni bir anglab baqqan bo'lsak. Abaya men deb o'tdim, bu Qirg'iziston davlatidan Sho'ra deb nom olgan. Bular 15 yildan oldida bunda shu o'zimizning Jarman bu Sho'ra markasi albatta buni ular texnikalashtirib vujudga chiqargan. Biz yillarda burundan uylarda o'zimiz yasaytdik. Biz bu texnikalik tarafini tushunmaymiz. Hamda biz ham qo'lda yasasak yasaymiz. 50 kilo, 100 kilo yasay olamiz. Undan jiqni biz yasab vujudga chiqaramaymiz. Hamda shu jarayonda hamda o'ylaganlarimiz hamda bu Qirg'iziston davlati Rossiya bilan Yevropa bilan yaqin hamda bizdan burun hamda madaniyat saviyasiga yetgan emasmi? Shuning hamda şu Qirg'izistondan maxsus Jarmanni shu turkumlab tonnalab chiqarganga o'shalarni taklif qildik. Sanoatlashishning taraqqilishi, shaharlashishning taraqqilishi, bozorning kengishiga ergishib, biz o'zimizningki diyorda o'zimiz biladigan qo'shlarning maqsadlari bo'lsin yoki bo'lmasa tonu savdogarlardan oldigan maqsadlarni ishiltib turmush kechiradigan zaman allaqachon kelmas ketdi. Biz ishlab chiqarish jarayoni o'zimizda bo'lgan. Birinchi xom material o'zimizda bo'lgan. Moshundaq javhar ishchilik yeshil maqsad ko'ringi jarmani ishlab chiqargan Murat afandidan yana bir savol so'ragim kelyapti-da. Endi 1-2 kunlik foyda tepish nihoyat oson. Lekin siz bu shirkat oldiga o'tibsiz. Buni uzun mezgillik ipmingiz bu haqiqiy bir korxonachini qildigan ishi. Jarma orqali ma'lum bir taraqqiyotga erishdingiz, ya'ni iqtisodiy kirimga erishdingiz, ya'ni zavodni baholaydigan, ishchi xizmatchilaringizga maosh taqdirlaydigan, mushkil holatni shakllantirib bo'ldingiz. Endi tamshan qatorliq ko'paytma maqsadlarga kelgan chaqda siz mablag' qabul qilibsiz. Mushu mablag' qabul qilishda siz qanday prinsip tayindingiz? Masalan, persentlik oltin tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bizga paychek bo'lib kirguvchi tayyor apandim bizdan 35% payimizni mablag' orqali bizda setib oldi. Bunda bizning o'zimizning advokatlar shu bizning mamlakatimizdan zakon bo'yicha hamda qabul qildik. Yana shu mahsulotlarimizni yana bir taraqqiy qilsak degan maqsadimiz bor. Hozir ko'ringi jarma shirkatininki lider Murat afandining so'zining orasida shundaq bir narsa bayon bo'ldi. Tahir efendi bilan hamkorlash jarayonida qonuniy yo'l orqali, ya'ni advokat bor maydonda to'xtam imzoladik, ham shu bo'yicha ipmang to'xtadik. Mushu bir shirkatga nisbatan, ya'ni o'lchamli bir shirkatga nisbatan to'xtamninki advokat boyadi tuzilishi hamda shirkatninki bir dafta, ya'ni buxgalterlik mingishi to'g'ri bir vaqt o'yinlar orqali ko'pchilik bir tushuncha bersangiz. Bularninki bir qatam hamkorligimi bu ishdan yaxshi misol bo'la oladi. Bir shirkatning payini ötküzüş degan gap hamda ba'zilar buni uqmay shirkat mening olgandek nemish qilib evatqa foydani beraman deganda xiyollardan bo'lib qoldiganlarmi bo'ldi bu ishda. Navada bo'pti ehtiyojlik kelmay berishni beray desa qanday hamkorlashishni bekitishda qiynalgan ahvol bo'ldi. Murat apandim bilan bu ishlarni kelishtirguncha biz ham hozirgi shu yaqindan beri torlardimi paychikimizni manchidan bir payni 30 mingdan 60 mingdan degandek bir xil pay o'tinish shakllarini qo'llanadi. Endi bu endi shu shirkatning qonuniy ishga apparatiga rasmiy nisbatda shu persentlik pay olib kirdigan ahvol. Amandaq aytganda endi bu shirkat vayron bo'lguncha u yoq vazgeçmese bular endi shirkatninki asosiy sap paydasidan endi 8% bo'yicha mas'uliyatni o'sha payda nisbati bo'yicha paydani shu payda nisbati bo'yicha oldigan bir ish endi. Buni endi abaysiz deb o'tgandek buni qonuniy yo'l
muntazam moliya apparati shakli bilan ipmanmasa, oxirida endi shu bir xil gumoniy hissiy tuyg'ular bu shirkatniki ishlariga aralashib ketib, ularniki o'zicha ma'lum taraf o'zining qilgan ishini jiq bilib ketish. O men qildim japarmen tatdim sen endi bu paydan bunda eliversan bo'lmaydi deb yeni bilish ahvollari ham bizning Uyg'ur jamiyatida izchil turda davomlashib shu shaykarlikni ishga oshiramayotgan bir ahvol. Endi bu mayli qaysi taraf bo'lsin bu shirkatda kimning ortiqchiligi bo'lsa shu kishi chiqarib shu joriy qildirib mana degan gap. Endi boshda gap qandoq bo'lsa bu qonuniy salohiyat bo'yicha qilsa ular ayrim hisobot bo'lib menga men dedim bular endi bu qatim hamkorlik qildinglar. Shirkatning puli endi ishchilarning emas. Bu ish pul endi bu shu umumning shirkat uchun qancha dam kuch chiqarsa bu shuncha damdan sizlar faqat nazoratchi xolos buning ichida. Navoda ishlaganlar kelsa o'zinglar ma'lum o'rindagi xalqini ishlab shirkatning moliyasiga darqanda turib o'zinglar maosh bektinglar. Sizlar hajilsanglar oilanglarga ishlatadigan pul, o'zinglarning shaxsiy qarz xarajatlariga ishlatadigan pulni shirkatning moliyasidan chiqarib deb ishlatinglar. Qolgan foyda shirkat haqiqiy o'zining foydasini ko'rsatib sap foyda olib o'tgan o qonun prinsipi bo'yicha mang'udi. Sizlar o'rinliq chiqimni shirkatga bo'lgan chiqimni hajlatmanglar. Shirkatga munosabatsiz shaxsiy chiqimni shunday maosh belgilash usuli yoki bo'lmasa boshqa ish, boshqa tijoratni masalan atishliq bo'lsa agar apandilarning sodasini qilayotgan ahvoldan xabar topib bo'lgan kasb programmaga bo'lar kelmoqchi. O ya bir atishda bir at baygi musobaqasi o'tkazib qolib, ana shunday qarashlarni qilib ketavermas bo'ldi. Shirkat o'zining yo'lda qonuniy apparatlarning moliya sistemasi bo'yicha bular o'zining ishini yurish qilib, soatdan ishlagan mallarni soat qilib mangadigan gap. Endi buningda shu bir daftar moliya tizimini muntazam tutish, qonuniy advokatlarni taklif qilib, ishlarni shularning oldidan o'tkazib turib qilish, bu endi kelgusi taraqqiyotdagi yana bir muhim omil. Yaxshi. Xo'sh, Murat efendi. Sap arpishbaliq ichimligi ko'ringi jarmaninki oldingi bayoningizda rol to'g'riliq so'zladingiz. Demakchi, bu ko'ringi jarmaninki saqlash muddati qisqa, ya'ni 45 kun. Chunki buningga hech qanday vaqtini uzartish tamqurish qo'shilmagan. Sizdan so'rab baqsam, ko'ringi jarman shirkati ishlab chiqargan sap arpishbaliq ichimligi jarmaninki rol to'g'riliq siz so'zladingiz. Ya'ni buningki qon besimini tushirish, badanga mayni parchalash, diabet kasallik shifo bo'lish, qatorliq mushkul rollarga ega bo'lgan yeshil ichimlik, yeshil mahsulot, ya'ni javhar ichimlik deb tanishtirdingiz. Xo'sh. Ikkinchi qatam ishlab chiqarmoqchi bo'lgan tamshan mahsulotlarning roli jarmadan farqlimi yoki asosan o'xshashmi? Farqliq desakmi bo'ladi, asosan o'xshash desakmi bo'ladi endi. Endi bu yeşil mahsulot bo'lgandan keyin buning roli asosiyatan o'xshab ketadi endi bu tamshanning alayidligi endi ishdagi issiqni olish, jigardagi issiqni olish, ana shu qon besim asosiyatan o'xshash endi ichimligimizning foydali tarkibi. Material-chi. Materiali odatda endi bu ko'ringi jarmaninki shunday materiali odatda tuz, un, arpa, süt qatorliq odatda iste'molimizdagi bu materiallarni. Endi bu yangi mahsulotlarning tamshanniki materialimi odatda o'xshashmi? Tamshanniqi o'xshamaydi materiallarni. Biz kala sütü deymiz. Kala sütünü dezinfeksiyalab, tekshirishdan o'tgandan keyin ana yasaydigan ish. Sifat o'lchamiga yetkazib. Asosan bu jarma bilan tamshan ishkidan yasalish usuli o'xshamaydi. Tamshan bo'lsa sütdan ishlaymiz. Asosi süt, tuz, ana achitib ko'rango deb qo'yamiz-ku, ko'rango. Biz endi buni Uyg'ur tilida buni kunalgu deb ishlatib kelgan. Ota-bobamiz, ajdodimiz kunalgu deb ishlatib kelgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choy bo'lsa aka. Bir chimdim. Chaydimmi? Rahmat. Chayim bo'lsa yana bir chimdim. Endi chay deb kirmoqchi va chay degan tilingizni qaychi bilan kesib etmay yana. Voy. Yaxshi. Qaychi bormi? Menda qaychi nima ish qildi? Yo'q. Emas bir chimdim choy bor. Şinjanning alohida tanishilgan esil chayi bir chimdim choy. Birdamlik e'londan keyin yana biz vaqt o'rniga qaytib keldik. Men odatdagi odam bo'lishni xohlamayman. Agar men qila olsam, men odatdagi odam bo'lib yashashni tanlamayman. Agar men qila olsam, mening bir o'zgacha odam bo'lg'im bor. Men fursat izlayapman.
Lekin men tamkinlikni talab qilmayman. Men davlatning yordamida kapolatga ega davlat fuqarosi bo'lishni orzulamayman. U kishilarning ko'zga ilmasligini qo'zg'aydi. Shundaqla meni qattiq azoblaydi. Men unumli tavakkul qilaman. Men orzu qilaman. Kashf qilaman. Mag'lub bo'laman. Yana natija qozonaman. Mening tabiatim ko'krak kirib yashash va mag'rurlanib hech nimadan qo'rqmaslik. Men bu dunyoga qaysarlik bilan yuzlanaman. Shundaqla mag'rurlangan holda Parvardigorning yordami bilan men qila oldim deyman. Bu 1776-yili Thomas Panin o'tirib qo'ygan, ya'ni o'zininki necha botlik kitobida deyilgan gap. Buni 1904-yili Amerikada nashr qilingan Korxonchi jurnali toki bugungi kungacha necha yuz yildan beri muqovasiga ishlatib kelmoqda. Demak, ilgirlash ro'yi o'zimizdan olqib o'tib, o'rnimizni to'xtab qolmay, oldimizga qarab mengish u bir xil o'zgacha narsa. Odamlarning orzusini amalga oshirish uchun puxta tayyorlik qilish kerak. Albatta, har qanday bir odamda yangi bo'lgan bir o'y fikr paydo bo'ladi. Buni maqsad oldiga akilish uchun shirkatning kuchiga tayinish kerak. Albatta Murat apandi, siz shu shirkatni qurib, yeshil mahsulot sap arpishbaliq ichimligi jarmani chiqarish jarayonida balkim ozomgan qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Shu to'g'rida bir anglab baqsak. Endi bu sap arpishbaliq ichimligi jarmani vujudga chiqarishda endi nurg'un jafo mushaqqatlarga duch keldik. Endi bir ishni qilish oson emas. Endi bu jarma mahsulotini ilib endi bir kichik balonni tug'ilib ashuni cho'ngaytmoq oson emas. Endi alib aytsak, endi misol qilganda endi shu bir kichik balonning o'sib yetilish jarayoni desak bo'ladi. Endi shu jarayonda endi nurg'un mayli ixsos jaqdan qiyinchilik bo'lsin, odam ishlatish jaqdan bo'lsin, endi nurg'un qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdik. Endi bu qiyinchiliklar endi shu el yurt tuqqan tush endi bu yerda men o'zimda yaqindan yordam bo'layotgan akam Asqat, ukam Jahanshoh qo'lma qo'l bo'lib shu akufkalar yana qo'limizni chin tutishib shu el yurtdan, shu yerlik hukumatdan yordam bilan nurg'un jafo mushaqqatlarni teng tortib shu vujudga chiqardik. Endi qiyinchilik bo'lmay, endi rahat bo'lmaydi. Qiyinchilikni tortish kerak. Qiyinchilik tortganingizda anan keyin biz shu qilayotgan ishimizning foydasini, kelgusidagi bizga qilgan manfaatini, shu xalqqa qilgan manfaatini yetib tushunamiz. Vaqtning o'zi bir pul, ishonchning o'zi bir pul. Demak, Ko'ringi jarma şirketiningki tashviqot halqasini o'z ustiga olgan Mayak şirketining lideri Hasan Toj apandi vaqt tonel orqali ko'pchilikka shu Ko'ringi jarma şirketi ishlab chiqargan yeshil mahsulot jarmaninki madaniyat film to'g'riliq bir qisqacha to'xtalgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choy bo'lsa aka. Bir chimdim. Chaydimmi? Rahmat. Choyim bo'lsa yana bir chimdim. Endi chay deb kirmoqchi va chay degan tilingizni qaychi bilan kesib etmay yana. Voy. Yaxshi. Qaychi bormi? Menda qaychi nima ish qildi? Yo'q. Emas bir chimdim choy bor. Шинжоның alohida tanishilgan esil chayi bir chimdim choy. Iqtisodiy taraqqiyotgan ulgulik shirkatlarning taraqqiyotida qiziqsangiz, amaliy masalani hal qilish ehtiyojingiz bo'lsa, har vaqt diqqatingiz Mayak vaqt tonelida bo'lsin. Ko'pchilikka rahmat. Küçük maşinler
Hayırlar gelsin, maşinası, maşinalar ne? Alın çıkma şekilde. Hakan, git biz başta ismen kendemez mi? Başta